Köp adam kesel bulmaydı. Bu kesel buluşluktan bir nimet. Rozayı Ramazan ayında yine. Çünkü Xuda haklasa senin duan icabet. Hem o kolun açıp dua kılınmasan hem köyünden kalpte otursan hem şu dua şu. Burası öyle diye. Faydası öyle köp halkımıza faydası diyedi inşallah. Hop dostlar, ushbu videomuzni ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu video bejiz sizni oldingizdan chiqib turgani yo'q. Ehsonni mukofoti ehson. Ikkita farzandi bor, bir o'g'il, bir qizi bor. Qizim barakli xastani. Shu 30 bugun 36-kunga qarab ketadi. Bu yerda yotgan mablag' taraflama yordam kerak bo'lib turibdi. Hozir bu tarafda kasallar yotibdi, shuncha ostan so'llab turibmiz. To'g'ri narsalar. Ro'za Ramazon oyida kimda kim ehson, kimda kim fitra puli, kimda kim zakot pulini beraman degan bo'lsa, aniq shu yerda turibmiz yana. Aniq yerinde turibmiz. Ikkita yetim bola va onasi og'ir kasal. Qo'ldan kelgancha yordam berik, ehsonni mukofoti ehson. Xudoyim hech bir ana yig'lamasin, hech kim kasal bo'lmasin inshaalloh. Kasallarning hammasini sho'rdagilarning hammasini shifo bergi. Alloh taolo. Duoda bo'linglar. Agarda siz ehson qila olmasangiz, ko'proq like bosib turib, ushbu videomizni do'stlarga jo'natib qo'ysangiz, shu bilan qilgan bilan barobar bo'lib qolasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizdan asranglar. Asliyevanımız Türk Kültürmen'in tibbiyat birleşmesinde ikinci etajını yaptı. Telefonlaşıp durup kelaveradilar. Tamam, pastdan nomer kaldıramiz. Asıl o'zlaringiz. Yani şu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketamiz. Xo'p, Banisadan yordam berilib turgani yo'qmi? Degan bo'lsa, Banisadan yordam oydi berilib turibdi. Keyin beni glavvrashlarından tutup ta sanitarkalarına deyin katta rahmat aytib o'tib ketamiz. Hammasine rahmet. Özlerinin ta farzandinday bo'lib, hamma medsestrama, hammasi oyoqqa turib yordam berdi. Hammasine rahmet. Lekin doktorlarımıza cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Hammasi joni tini bilan yapishdilar. Yiqilib qolib vaqtida. Xudoga shukr. Angana bilmaydi, ozgina angana biladi. Hozir doniydi meni. Donimidam qoldi bu hech kimni. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yana jonim qisliqmi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bularni vaqtini olmaylik, to'g'ri tushunasizlar. Karta nomerini ekranda qoldirib o'tib ketamiz. Ishonch nomerlari bilan birgalikda telefon bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.